Uy joyiga kadastr hujjati yo'q va kadastr qilishga asos bo'lgan hujjat ham yo'q. Xavotirlanmasiz bo'ladi, endi buni yechimi bor. Chunki 937 qonun qabul qilingan va bu bo'yicha shunday shaxslarga kadastr organlari o'zi mahalla yurib kadastr hujjatlarini shakllantirib beradi. Faqatgina ayrim istisno holatlar bor, ya'ni kimlargadir qilib berilmaydi. Shularning ro'yxatini aytib o'taman. Birinchisi, egallab olingan yer uchastkasi va unga qurilgan bino inshoot 2018-yil 1-maydan keyin qurilgan bo'lsa. Ikkinchisi, o'sha hududga nisbatan soliqlardan qarzdorligingiz bo'lsa. Uchinchi holat, o'rtada shu hudud bo'yicha boshqa shaxslar bilan nizo mavjud bo'ladigan bo'lsa. Ushbu videoni kadastr sohasida qiynalib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Qo'shimcha to'liqroq ma'lumot olish uchun kommentariyalarda savolingizni yozib qoldiring. Qonun bo'yicha asoslantirib javob beraman.